Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Charchamasdan yaxshimisizlar? Bugun chislomuz 12 oktyabr, yakshanba, haftaning yakshanba kuni. Bugun xudo xolasa normalniy odamlar dam olyapti. Biz ham normalniymiz, lekin biz taksistmiz, biz ishlaymiz. Bizga haftaning kuni muhim emas. Yakshanba kuni ham ishlaymiz. Bugun yakshanba kuni dam olish kuni qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Klientlarni, odamlarni uzog'ini yaqin qilishga yo'lga chiqdik xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir ham gaz quyishim kerak ekan. Gazim tugabdi. Kecha quymodim. Gazim bor-u, tugamagan. To'ldirib olib ishga chiqish kerak. Shu bilan keyin obedgacha to'xtamaslik uchun bosish kerak akalar. Xudo xolasa bosamiz. Ketdik. Sergelidamiz. Jimjit hamma dam olib uyquda. Xo'p, hozir biz bitta buyurtma qildik. 27 ming bo'ldi. 35 ming berib chivi bilan klient tushib ketishdi. Sokinlik. Bosdim, oldim. Zargarlik ko'chasiga qarab Chors tomonga. Chors tomon bas. Yeni zargarlik. 12 kilometrga. Barakasini bersang. Wow, Hilton. Qanday chiroyli joylar. Qanday go'zal joylar. Mashinalar xilma-xil. Shunday rejimda o'tkazib olish kerak kamerani. Kia, Cherry, ham, Olletlarni hamma. Mana ham, Merz. Har xil mashinalar, zo'r mashinalar. Zdaniyalar ham. Yevropa qanday go'zal mamlakatlardamiz. Chiroyli joylar. Biz tugatdik, soat 21:54. 21 zevga qilibmiz. Hop. 572 ming ishlabmiz. 572 ming ishlagan bo'lsak, choy puli ham tushibdi bizga. Hech pul tashashibdi, 4 ming so'm. Приятно, juda ham zo'r. Hop, endi nima demoqchiman? Bugun ertalab vaqtli chiqib, soat necha chiqibman, hozir ko'rsataman. Hop. 21:27 da olibmiz oxirgisini, ertalab, qolganlari hali 7:48 da boshlabmiz. Bu yerda perikurlar ko'p bo'ldi. 9 dan 1gacha dam olibmiz. Keyin 1 da boshlabmiz-da 7 dan 8 gacha dam olibmiz mana. 7 dan 8 gacha ham dam olibmiz. Keyin mana yerga keldik hozir. Bir zapravka, aeroport orqasi xullas. Moyka, sammoyka, lastikani yuvib ishga chiqamiz. Qancha kammi, ozmi, Xudo barakasini bersin aziz do'stlar. Xullas, endi hozir nima yerda 25 mingga XL buterbrod bor ekan, o'shani uramiz. Mashinani yuvamiz. Shopirlarga ulaymiz, tinglanmoqchi bo'lsa, shu bilan gazni bosamiz. Hammaga rahmat.